Xurshid, Madvoz bizda kelgan zapchastlar hammasi original, не bывает у нас. Do'stlar, oldingi videoda aytib o'tganimdek zapchastlarimiz yetib keldi. Endi mana ochib, birma-bir aytib o'tmoqchiman. Ko'pchilik so'rayotgan gilza porshonlar original kelgan, turbo kompressorlar тоже yetib kelgan. Bu bizning zapchastlarimiz hammasi original. Havo filtr тоже bor. Fara, oldi fara тоже kelgan. Torsionda taqirlash bo'layotgan akalarning mashinalariga va тоже torsion podushkalari kelgan. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Stupitsa kelgan. Agar ko'p xizmat qilsin desalaring, обязательно smaskani tez-tez reglament bo'yicha bizning servislarda qilib turish kerak. Дальше termostatlarimiz ham kelgan. 4 ta model termostatlari. Akalar kimni pulti ishlamay qolgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Ularga ham pult ishlash uchun miyalarni olib kelib qo'yganmiz. Tak, starterlar so'rayotgan akalarga starterlarimiz ham bor. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Podushka, motor podushkalari тоже yetib kelgan. Tak, yana bitta hozir shopirlar bilmaganlik sababli yangi shopirlar hamma emas, yangi shopirlar bilmagan sababli gorni tormozni o'shaning uchun kolodkalar, nakladkalar ketib qolyapti. Iltimos sizlardan gorni tormoz bilan tepaliklardan tushayotganda gorni tormozni ishlatish kerak. Tak, bu kolodka qimmat, menga arzonroq variant kerak deydigan shopirlarga nakladkalarimiz ham bor. Oldi, orqa hamma nakladkalar bor. Qanaqangi muammo yo'q. Tak, moy filtr. Bu moy filtr тоже original, Yuchay kompaniyamniki. Yana bitta bo'lgan, yaqinda bitta случай bo'lgan. Solyarka zapravkaga kirishgan, zapravkada solyarka bakka krishkasi qolib ketgan. O'shani ham so'ragan klientlarimizga olib kelganmiz. Bu aytayotgan zapchastlarimiz, bu hozir bor yo'g'i territoriyaga, siqqan territoriyaga biza ko'rsatyapmiz. Atak o'tda juda ko'p. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Hozir 7 tonnali furgonlarimizda ushkasi bir ikkita mashinada singan. Bu holat перегрузdan bo'lyapti. Bilganlaringdek, перегруз qilib yamaga tushgan и sinib ketgan. O'sha akalarga ham olib kelib qo'yganmiz. Remenim cho'zilib ketdi. Remen alishtirishim kerak. Remen gremmi тоже mana olib kelganmiz. Polos so'rayotganlarga ham как бы polos ham bor. Hech qanaqangi muammo yo'q. Podnoshka olib kelganmiz. Tak. Distsipliniya so'rayotgan klientlarga distsipliniya muammo yo'q. 4 ta model distsiplinalar ham kelgan. 4 ta model bu 6 kubli samosval, 7 tonnali furgon VH model и Tiger VR modellarga zapchastlar kelgan. И bamper so'rayotgan klientlarimizga тоже bamper kelgan. Hech qanaqangi muammosi yo'q. Tak, gaz qo'ydim, lekin prokladka alishtirmadim degan klientlarga golovkani prokladkalarini olib kelib qo'yganmiz. Bokovoy oynalarni тоже olib kelib qo'ydik. 4 ta model hammasi bor, chap, o'ng hamma tomonlari. Havo filtri iltimoslardan tez-tez alishtirib turinglar, chunki o'zlaring bilasizlar, ko'pchilik karyerda ishlaydigan mashinalarimizda bor. O'shaning uchun havo filtrlarini ham alishtirib turishimiz kerak. Turbo kompressor ko'p xizmat qilsin desangiz, turbo kompressorlarimiz ham bor. Bitta klientlarimiz tez-tez qidirib turadigan filtr, Tiger VR benzinoviy mashinamizga moy filtrlarimiz bor. Har 10.000 kilometrda buni alishtirib turish kerak. Tak, отстойник. Bu 6 kubli samosvalda отстойник filtri, solyarka filtri. O'shani buni ham tez-tez alishtirib turish kerak. Tam 10.000, 12.000, 15.000 atrofida. Yana bitta juda so'rashib turadigan zapchastimiz bor. Bu golovka. Golovkani ham bizlar klientlarimiz so'ragan. Gaz qo'ygan klientlarimiz golovka so'rab turishadi. Тоже olib kelib qo'yganmiz. Poddonni prokladkasi ham bor.
man hozir ko'rsatayotganim bu bor yo'g'i 15-20 ta pozitsiyani ko'rsatyapman, chunki ko'rib turibsiz, joyimizda chegarasi kichkina. Atak 600-700 pozitsiya bizga zapchastlar kelgan. Agar sizga qanaqadir zapchast kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki bo'lmasa bizani viloyatlarda rasmiy dilerlarimizga aloqaga chiqing. Rahmat.